Совместно ishlayotganda birinchi o'chirdi kompyuteringizda oti bor-u, kompyuter oti o'g'irlangan bo'lishi kerak-da. O'zingiz nomingizni qo'yishingiz kerak. Ismingiz nima edi? Abror. Ishxonada bittasiz-ku Abror, to'g'rimi? Katta harf bilan yozinglar. Перезагрузка berib yuboraman hozir. Narigi kompyuterga ulanib turaman. Saqlanib qilinganmi? Buni ham kompyuter otini to'g'rilab qo'yamiz. Buning ismi nima? Jaloliddin. Bo'ldimi? Совместный работа qilish uchun birinchi o'rinda o'sha kompyuter nomini to'g'rilab olamiz. Keyin bizda общий papka bo'lishi kerak. Общий papka misol uchun mana bitta dostupi bor, общий papkamiz bor mana. Dostup berilgan bunga, buni svojествосini ko'rsak, dostup ochilgan. Fayl oti. Tak, buni o'zimga saqlanib qolib aka. Papka degan mana shu papkamiz bor. Endi Revitda совместная работа degan vkladka bor. Shunda совместная работani yoqamiz. Quyidagi narsa chiqadi. Okey bosamiz. Oyna ochiladi. Hozir shu rejimga o'tkazyapti. Rejimga o'tkazyapti. Chiqdi bu yerda yangi рабочий nabor tuzamiz. Ya'ni o'zimizni ishlash chegaramizni belgilab qo'yamiz. Abror deb yozib qo'yamiz. Okey. Okey bosamiz. Shu Abror degan рабочий nabor aktivmi qilimi deymiz. Mana ko'rasizlar. Abror degan рабочий naborda turibmiz. Buni o'zgartirish mumkin. Или bu yerda рабочий naborda bu yerdan tanlashimiz mumkin. Mana bu xuddi pastdagi bilan bu bitta narsa. Bo'ldi. Endi bizda saqlanib qolganda ahamiyat beradigan eng joyi рабочий naborga o'tgandan keyin buni fayl сохранить как deymiz deb proyekt ko'rasizlar. Proyekt bir turibdi. Bitta imenani bunaqa mo'y kompyutersi общий papkaga qilish xato. Sheriginglar ko'rmay qoladi. Именно через сеть orqali kirish kerak. O'zimiz kompyuterda bo'lsa ham sеть orqali kiramiz. Sеть ko'rmayapti. Sеть. Shuni ham ko'rmayapti. Bu Telegramga saqlanib qoldim. Bu adresini yozishga to'g'ri keladi. Abror deb yozinglar.
yozdik, общий papga kirdim. Endi har gal qidirib qolmaslik uchun mana shu yerda qo'shib qo'yaman. Hranilishga mana bu yerda chiqib turadi. Endi mana shu yerga imya faylini anaqa qilamiz. Сохранить отмена клин. Nomi bilan chiqib ketsin. Fayl сохранить как проект. Сетевое окружение или ham общий papka orqali sразу kirib ketsak bo'ladi. Уже qo'shib qo'yganman. Sal anaqa тормозит qo'yibdi. Общий papkaga kirdi, proyekt сохранить qilaman. Сохранить qilishim bilan bu fayl совместной работаga bilan ishlaydigan faylga o'tib qoladi. Bo'ldi. Mana bu yerda сохранить knopka o'chib, sinxronizatsiya knopka yoqilishidan ma'lumotni pastga tushirib qo'yildi. Tak, mana bu yerda endi bu yerda biz ishlasak, сохранение emas, nimadir ish qilsam, misol uchun совместная работа degan chiziq chizdim. Sinxronizatsiyani bo'lsam ham bittanisiga ahamiyat beringlar. Mana shu yerda 3 ta bo'limdan iborat. Birinchi bo'lim fayl kattaligi, ikkinchi bo'limi mana bu yerda va kommentariy uchinchi bo'lim. Mana shu ikkinchi bo'limdagi hamma narsa galочка qo'yilishi kerak. Har gal сохранение qotganingizda chiqib qoladi. Galочкani bosib qo'yasizlar, tekshiringlar, keyin sinxronizatsiya qilasizlar. Сохранение emas, sinxronizatsiya qilasizlar. Bo'ldi. Endi ikkinchi kompyuterdan kirib ko'rish mumkin. Mabodo faylinglar buzilib qolsa, buni восстановленияsi qanaqa bo'ladi? Совместная работада восстановление kirib, papkasini ochasizlar. Backup qayerda turgani backup paydo bo'ldi. Pustoy bo'lsa ham открытый bo'lsa sizlar. Mana bu yerda chiqdi. Просто сохранить как-то nomini сохранить qilib, ko'p ishlagandan keyin spiska ko'payib qoladi. Рабочий momentigacha mana ishlamayapti, bu ishlamayapti, mana bu ishlayapti, сохранить qildim bo'ldi o'shanda. Восстановление qilish bilan. Просто сохранить как deysizlar, fayl сохранить qilib oladi. Совместная работа rejimiga o'tdi. Endi ikkinchi kompyuterda ochib ko'ramiz buni hozir. İkinci kompyuterda Revit'ni ochamiz. 23 bo'lishi kerak bu. yoki 24 bo'lmaydi. Hammaviy qilib qo'yadi. Asosiy shartlardan biri versiyasi bir xil bo'lishi kerak. Xullas, bu yerda qanaqa bo'ladi? Ikkinchi komp hozir 23-versiya bo'lmasa, xuddi birdek ochiladi. Hozir buni ochib ko'rsataman. Birinchi kompyuterga qaytib, xuddi uni ikkinchi kompyuterda ko'ramiz. Tak, bu yerdan qaranglar, buni xuddi shunaqa. Ochgandan keyin mana sразу bosish mumkin. Tasavvur qilib, hali bu yo'q. Открыть qilamiz. Общий papkaga kiraman. Proyekt qilaman. Открыть qilaman. Qachonlardir отсоединить qilish kerak bo'lsa, отсоединить bosib, открыть qilamiz. Совместная работа yo'q bo'lib qoladi shunda. Отсоединить qilib ochib, keyin сохранить qilib yuborishimiz kerak bo'ladi. Совместный yo'q bo'ladi. Совместный ishlash uchun xuddi shu holatda открыть qilamiz. Va yangi kirgan ikkinchi kompda kirdi, tasavvur qilinglar, mana ochdi. Bu ham xuddi совместный работаga o'tadi. Mana bu yerda рабочий nabor ochadi.
Sozdат qilib yangi o'zini nomini yozadi. Endi shu kompyuter bo'lgani uchun men tiymayapman. O'zini ochadi, keyin mana bu yerda o'sha o'zini nomi turganda o'sha рабочий наборga o'tib olaymi deydi, deymiz, o'tib oladi, keyin ishlab ketaveradi. Keyin har doim ishlaganda sinxronizatsiya qilib turish kerak, mana qilib galочкаlarni qo'yib, sinxronizatsiya qilishga bermasa yo nimadir ishlayotganda qaysidir ishni qilishga bermasa, ana sherigi aytish kerak, sinxronizatsiya qilvor deyish kerak bo'ladi. Sinxronizatsiya qilgandan keyin bular ham yana bitta sinxronizatsiya qilib, keyin shu ishlab ketaverasizlar, davom etib ketaverasizlar. Asosiy anaqasi shu. Har bitta element, misol uchun mana bu devorni ichida informatsiyasi bo'ladi. Mana qaysi рабочий naborga tegishliligini. Misol uchun Abror bo'lib turib, misol uchun boyagi fragment fasadaga o'taylik. Chiziq tanlasam, yili hozir mana shu yerda bitta yangi devor chizaylik. Tanlasam, Abrorga tegishli bo'ladi. Ya'ni kimdir buni o'zgartiraman desa, o'zgartira olmaydi. Ya'ni o'zgartirishi mumkin, u o'zgartira olmasligi uchun sinxronizatsiya qilayotganda mana bu galочкani qo'yish kerak emasdi. Освободить qilib shunda рабочий naborga tegishliligini keyin boshqa odam o'zgartira oladi. Yo tegmasin desa, mana bu galочка qo'ymasdan turib, keyin sinxronizatsiya qilsa bo'ladi. Odatda biz bir-birimizga ko'pincha mana shu asabga tegmasligi uchun hammasiga galочка qo'yib, keyin sinxronizatsiyani bosamiz. Qisqacha shu. Просто ishlayotganda akkuratno bo'lib, buni qarab, kimni рабочий nabori или ishlayotganda xalaqit qilib qolsa, bu o'zgartirgan уже bunga buni deb qolsa, zaпрос degan oyna chiqadi. O'sha oynani bosib, kimda zaпрос chiqsa, 5-6 ta odam ishlayotgan bo'lsa, manda chiqdi desa, sinxronizatsiya qilib deb aytamiz. Ko'pincha oddiy ishlash shu. Buni chuqurroq ma'nosi bor. Shunaqa bir-birini ishiga tegmaydigan qilib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun arxitektorlar mana shunaqa ishlasa bo'ladi, lekin injenerlar bermaydi o'zini ishiga tegishga, o'shaning uchun рабочий naborni bo'shatmasdan sinxronizatsiya qiladi, ya'ni освободить qilmaydi. Sinxronizatsiya qilayotganda bitta galочкасini qo'ymasdan turib, qolgan narsani o'zgartirib, manikiga tegmaydiganida. Agar bunga galочка qo'ymasdan sinxronizatsiya qilsa, mana shu elementni рабочий nabori bir o'zgartira olmaydi. Bundoq o'zgartirish mumkin-ku. Bitta beryapti o'zgartirishga. U yerda bermaydi. Yoki zaпрос o'zgartirish kerak bo'lsa, zaпрос tashaladi, u ko'radi, ruxsat bersa, keyin o'zgartira olasiz. Zaпрос avtomatim ketadi, galda chiqadi yoki ko'rib olishingiz mumkin. Agar kimdir zaпрос bersa, ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Bitta spiskada chiqib keladi. Sizlardan ketgan zaпрос, boshqalardan kelgan zaпрос. Shu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni qachonlardir berib qo'ygan bo'lsa, keyin kompyuter yoqib ko'rib, anaqa ruxsat emas qilib olsanglar bo'ladi. Qisqacha совместный работа bo'yicha ishlash shundan iborat.